Ajrashganimdan so'ng erimdan farzandlarim uchun uy-joy hamda mashina talab qilsam bo'ladimi? Hozirgi kunda ko'plab ayollar o'ylasharkanki, ajrashganimdan so'ng erim farzandlarimni va meni uy-joy hamda mashina bilan ta'minlab qo'yish shart deb o'ylasharkan. Bu mutlaqo noto'g'ri fikr. Sababi birorta qonunchilikda er ayolini va farzandlarini uy-joy, mashina bilan ta'minlab qo'yish shart degan talab mavjud emas. To'g'ri, ajrim vaqtida er-xotin o'rtasida nikoh davomida orttirilgan mol-mulk teng ikkiga bo'linadi, lekin uni ham o'ziga yarasha tartib-qoidalari bor, qonunchilikda belgilab qo'yilgan. O'sha nikoh davomida orttirilgan mol-mulk erni yoki ayolning nomida bo'lishi shart. O'shandagina er-xotin o'rtasida teng ikkiga bo'linadi. Eringiz sizni va farzandlaringizni uy-joy hamda mashina bilan ta'minlab qo'yishga majbur emas, lekin aliment to'lashga majbur. Hurmatli ayollar, ajrashsam erimdan u narsa undiraman, bu narsa undiraman deb o'ylab yurmasdan, eringiz bilan munosabatingizni yaxshilaydigan bo'lsangiz, eringiz bilan birgalikda o'zingiz xohlagan barcha narsaga erishishingiz mumkin. Ushbu videoni barcha tanishlarga yuborib, sahifamizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.